Menda miltiq bor va men hozir qirolning oldiga borib tojni majburlab olsamchi. O'ylab ko'rish kerak. Menda qirol, yaxshi ideya va Jamol bor. Dalik yo'nzur ideya. Men undan miltig'imni olaman. Bro, Jamol yaxshiroq kiymayniki, biz qirol bo'lamiz. Ya'ni biz emas, men qirol bo'laman, sen qirolicha. Nimagadir ko'nglim g'ash, miltiqni bularga ko'rsatmay, ketdi. Jamol, menimcha qirol ana bu yerda. Assalomu alaykum, brat. Jamol, korashda eshikni och. Och, unda uyalsang o'zim ochaman. Go, kirdik. Eshikni yopib qarang. Siz qirolmisiz? Let's go. Tojingni menga hozirroq bermasang, seni o'ldiraman. Yoki toj yoki o'lim. Shu, u qanaqadir knopka bosdi. Endi hammamiz o'lib ketamiz. What the biz butun bir qishloqni egasi bo'lamiz deb qishloqdan haydalib ketdik-ku. Ana mayli Jamol ketdi. Boshqa joydan o'zimiz ozgina o'ylanib uy quramiz. Endi bu qishloq bizlarga begona. Xo'p, endi biz boshqa joydan o'zimizga baza quramiz. Ya'ni uy qursa katta gap-u. Tezroq uyga borib olsam, okey. Let's go. Jamol, hali ham uxlab yotibsanmi? Turay o'rningni. Ko'rishda menda dahshat fikr bor. Biz hozir qishloqqa boramiz va o'zimizga o'xshatgan jetellarni olib kelamiz. Va mana shu yerdan biz katta baza qasr quramiz. Ya'ni men bu yerda qirol bo'laman, sen esa qirolicha bo'lasan. Tushunarlimi? Unda go, biz hozirroq qishloqqa borib jetellarni olib kelamiz. Let's go. Ular menga qasr qurib berishadi. Go, chiq o'rtimda. Qishloq ana bu tomonda, biz esa ketdik. Ana bu yerda hali ham ikkita soqchi turibdi. Kirishda biz qishloqqa boshqa yo'l bilan kirishimiz kerak. Ya'ni mana bu tomonda. Tushunarlimi? Go, unda ketdi o'sha tomonda. Ular bizlarni ko'rmasligi kerak. Chunki biz qishloqdan haydalganmiz. Bro, hatto ular bizlarni payqamadi ham. Go, endi qishloqqa kiramiz. Yo, what the bro? Go, yangi qirollik bo'ldik. Bo'la ko'rishda sizlarga takoy taklifim bor. Mana shu yerda qolib har hafta soliq to'laymansanglar qizil zonaga o'tinglar yoki men bilan ketamansanglar yashil zonaga o'tinglar. Men har hafta sizlarga pensiya beraman. Tushunarlimi? Yo, let's go. O'sha hamma men bilan ketadimi deyman. Go, unda ketdi. Yo, bro, sen nima uchun men bilan ketmoqchimasan? Yo, sen shu yerda qolganing ma'qul. Bolalar biza bildirmasdan o'zimizni bazaga borib olishimiz kerak. O'zi kelyapsizlarmi? Yo, bu bizlarning Jamol bilan qurgan uyimiz. Lekin bolalar kelajakda mana bu yerdan biza katta baza qasr quramiz. Lekin bunga sizlarning yordaminglar kerak. Tushunarlimi? Va menga hozirroq resurslar olib kelishinglar kerak. Taxta tosh deganda. Shunaqa jetillarim borligidan faxrlanaman. Endi mazza qilib xonamda yotsam ham bo'laveradi. Xo'p, eshikni ochamiz. Yo, shu teshikka kirib nima qilasan? Mayli, uxlayman men. Nima shovqin, nima problema? Jamol uxlab qopti-yu. Aytgancha menga jetellar qasr qurish kerak edi. Yo, what? O'sha ishni boshlab yuborishibdi-yu. Mayli, men jimgina uxlay. Esto. Men bularga ishni qilib bo'lgandan keyin pensiya beraman deganman. Lekin menda pul yo'q-ku. Bir tiyin yo'q, menda faqat kirka bor. Bular qasr qurib bo'lgandan keyin pulni qayerdan olaman? Voy yo, normal problema chiqib qoldi-yu. Qayerdan pul olsam bo'lar ekan? Esto. Qasrda bank bor-u. Jamol tur, bro. Biz qasrga borib kelishimiz kerak. Ya'ni biz o'g'irlik qilamiz. Ya'ni bankdan barcha pullarni olib kelamiz. Tushunarlimi? Ko'nda biz mana bu yerdan chiqib ketamiz, orqada hech kim ko'rmasligi uchun va kirka olamiz. Qasrga kirish uchun go, o'rtimda chiqib. Qasr ana bu tomonda biz esa ketdik. Go. Jamol tezlash hozir ertalab bo'lib qoladi. Yo, ular hozir uxlayapti-yu. Yaxshi vaqt kelgan ekanmiz. Bildirmasdan o'tib ketishimiz ham mumkin. Go, qasrga boramiz va bankni topishimiz kerak. Menimcha mana shu katta qasrning yon tomonida